Assalomu alaykum hurmatli O'zbekiston bo'ylab YouTube kanali a'zolari. Biz sizlarga 2026-yilda uyni isitishga qilish narxlari necha pul bo'lyapti, qancha material ketadi, qancha tosh ketadi, sement hammasini chiroyli qilib video qilgani isitishga qiladigan joyga yetib keldik. Hozir mana bular sement suvodan chiqqan mayak deb qo'yishar ekan. Shularni setka noniga tashlab borilyapti ekanda. Bu yerga taxminan 8 sant, 10 sant atrofida quyilyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shunchacha quyilaydigan bo'lyapti. Hozir mana shu lazeriga qarab quyib ketishar ekan. Mana bu lazer bilan urvin chiqarishib olgan, ko'rishingiz mumkin. Hozir yana qilinayotgan ish jarayonini video qilib o'tamiz. Mana akalar, mana shunday loy qilinar ekan. Sement, mixti pisok hamda suv quyiladi. Ozroq mehr qo'shilib olsa, chiroyli chiqadi deyishyapti. Mana do'stlar, ish jarayoni 3 lopotka mixti pisokka 1 lopotka sement solinar ekan. Mana shu 5 qop sementga qilingan narsa. Hozir tayyor loy bo'ladi bu. Va mana bu joyga mana bu lazer orqali quyilyapti. Qalinroq quyilyapti. Qalin qilib quyilyapti-da. 8-10 sant bo'lib quyilyapti bu joy. Keyin mashina o'zi 5 qoplik zapravka bo'lgan ekan. 5 qop sement mana shu joyga yetibdi. Yana 5 qop eshik yarmigacha kelsa, yana 1 qop bilan tugaydi deyilyapti. 10 qop, 12 qop yetaverar ekan, xudo xohlasa. Kanalimiz yangi. Bitta obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana akalar, 20 kvadrat metr hozir Andijondagi ish bu. Qish Andijonda 25-mikan fevral. Qishda quyoshlar chiqyapti, ko'rishingiz mumkin. 6 metrga 4 metrlik xona. 10 qop sement ketdi. Bitta katta laboda mixti pisok ketdi. Uni ozgina oshib qoldi. Hisobda bitta katta laboda mixti pisok, 10 qop sement hisoblab olasizlar. Xudo xohlasa mana shu chiroyli bo'lib chiqdi. Sement 10 qop, mixti pisok 300 ming bo'lsa kerak. Mixti pisok 300 ming hisoblaylik, sement ham 300 ming hisob, 600 ming so'm. Usta haqqi где-то 50 ming so'mdan to'g'ri kelyapti ekan. 1 million 600 ming. Vaninki usta haqqini 900 ming hisoblaganingizda ham 1,5 millionga mana mashxonasi tashkaz putyapti. Kanalimizga bitta obuna bo'lib qo'yasizlar, bitta like bosib, rahmat hamma.